500 yıl burun erishni malman qilib, Avliyo Azam degan nomga erishgan. 42-qism. Shazing aynam siz qo'ying. Yaxshimsizlar ustozlar. Mening ismim Shaojing. Men shu ayni vaqtda erishda tardi qayrug'uchi edim. Chiroqni xato uchrab silish sababidan zamonga daryoq tashvitilgan. Shu sababli alvasliga aylanib qoldim. Hozir men sizlarning o'ziringlarda hozir zamon diskosini o'ziringlar qilmoqchi. Vai, levanta a mão. Copia, copia aí da gente. Copia, copia, mas estamos sempre à frente. Copia, copia, copia aí da gente. Copia, copia, mas estamos sempre. Ustamni xo'shlab ketdim. Shazing aynam tushib keting, bo'lib tushib keting. Faqat yarashmaydi sizlar cho'g'ishpata deb berayman. Rahmat. Man kep kaldım bu. Merhamet. Mat spreynim. Sun hocam. Yaxshimizlar ko'pchilik. Mening ismim Sun Wukong. Men 500 yil burun erishni malman qilib, Avliyo Azam degan nomga erishgan. Keyin taqqa bosilib qilib, shu Tangsan ustozning qutuldirishi bilan g'aribga sizlar bilan birga safar qildik. Sizlarga hozir o'rlab bermoqchi bo'lgan naqsham mesulab ketdim. Sevgi so'rab divane bo'lib, yolg'iz qilib g'ash bo'lib ketdim. Sevgi ishkim yepildi. Qavaqti men mes bo'lib ketdim. Ukan. Ak kulağındaki değil mi abi? Bu ustam şu Germaniya adil nefçilik guruhi ishlab bazasaga yadgar markasiga reyo bu. Buni bakkalan qo'ysak mashinaning shu may sarfiyatini tuvallatida, uningdan boshqa klapan bilan porshonga yig'ilib qolgan jitani tozalaydi. Bu mahsulotga mamlakatimizning har qaysi bosh o'rinlaridan davomli vakolash qabul qilgan aloqa telefon nomeri 155 99 88 99 99 ken. Ukan hazır okugan nakşan bana yeniden çıkam da. Chiqida. Men so'lab ketdim deb bizda chiqadi. Amma bunaqa inib tutsa bak ko'ngil yerim qilyapti, ko'nglim abad masil. Mas yap qo'ying, shasini aytib kesh. Endi sen bana bak. Bagale. Ko'ngillari qo'shilib qoldimi? Ko'nglim esilib ketdi. Hatto serial nomeri ko'rib turlar. Ko'rib turmiz ha? Asıl deganlar. O filmga qiziqqan bo'lsangiz, yurak besib bizni qo'shib eding. Davomi teximiz sarxil.